Hammaga assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun ko'rib turganingizdek yana bir Jack modellarimiz haqida ko'rib o'tamiz. Bu safar esa to'liq obzorni men sizga aytib o'taman. Xo'p, bu modelimiz motor qismi, ya'ni yurak qismi 2 lik atmosferni bo'ladi. Ot kuchi 140 tani tashkil etadi. Undan tashqari bu modelimizda hozirgi kunda sotuv nalichida tayyor turibdi. Yonilg'i turi esa benzin bo'ladi. Rasxotga keladigan bo'lsak, rasxotini videoning oxirida aytib o'taman. Bu modelimizda salon qismlariga keladigan bo'lsak, salon qismini ham birdan ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda hozir 3 kishi o'tirib ketaversa bo'ladi, bemalol joylashib 3 kishi o'tirib ketaversa bo'ladi. Undan tashqari agar 2 kishi joylashadigan bo'lsa, o'rta o'rindiqda orqasida bar bor. Bardan foydalanib ketaversangiz ham bo'ladi. Rollar elektrosolitsiz bo'ladi. Undan tashqari magnitofon, konditsioner pechkalari bor. Uzatmoq qilsa mexanika 5 ta bo'g'inlik bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. USB porti bilan jihozlangan telefonni ham bemalol qo'llab ketaversa bo'ladi. Bu modelimizda oynalari elektropaket, undan tashqari to есть ya'ni sentr zamoglari bor. Mana bokovoy oynalarni to'g'irlash uchun o'zini kontrolkalari bilan birga. Bu ham elektropaket bo'ladi. Dinamikalarni ko'rib turibsiz, Jebel firmadan chiqqan original dinamikalar qo'yilgan bunda. Ovozlar juda yaxshi yetkazib bera oladi. Hech qanday big'illab, shig'illab qoladigan kolonkalardan emas. Bu modellarimiz aytganimda nalichida tayyor. Bu modelimiz 4 xil pozitsiyada bo'ladi. Ya'ni shasse varianti bo'ladi. Shasseni pastga qoldirib o'tdim. Xuddi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Promtovar, bartovoy, tentovka modellari ham bo'ladi. 4 xil pozitsiyada aytganda chiqadi. Oldi balonlari 15 hajmli bo'ladi. Diskasini ko'rib turibsiz, undan tashqari kalpak bilan o'rnatilgan bo'ladi. Orqa balon hajmi esa 13 hajm bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday kalpakli bo'ladi. Ko'rganingizda qo'sh balon bo'ladi bu modelimiz. Resorlarga motor berib o'tamiz. Resor 2 pachkali bo'ladi. Yurishini ancha yumshoq qilib beradi. Bu hozir Promtovar modelimiz. Bu modelimizda Promtovar endi hozirgi kunda hajmiga keladigan bo'lsak 9 kubni tashkil etadi hajmi, 9 kubni. Undan tashqari uzunligiga keladigan bo'lsak 370 dan sal ziyod bo'lib chiqadi. Eniga esa 175 dan ziyodroq bo'lib chiqadi. Xo'p. Mashinamiz mana qo'limda ko'rib turganingizdek xuddi mana shunday ikkita zapasma kaliti bilan birga bo'ladi. Masofadan turib yopib ochish uchun ancha qo'l keladi. Mana bu yerda hozir ko'rib turganingizdek mana aytganimdek bartovoy modelimiz bor. Uzunligi hozirgina aytib o'tdim 370, eniga 175 bo'ladi. Bu modellarimizda ham yurak qismlari, ot kuchi, ya'ni o'sha rasxodlari bir xil bo'ladi. Endi baribir yuk tashishga qarab, o'shanga qarab rasxod qiladi. Aytganda yana bir ma'lumot aytib o'tishim kerak, motori tseplik bo'ladi. Undan tashqari bu modelimizga hozirgi kunda yangilik kiritildi. Narx-navosi bo'yicha ancha yengillik kiritildi. Kelasi sotib zamonimizga to'lovlar bo'yicha menejerlarimiz sizga ma'lumot berib o'tadi. Undan tashqari xolasiz bizda oylik to'lovini 2,5 million atrofida olib chiqsangiz ham bo'ladi bu modelimiz. Faqatgina boshlang'ich to'loviga qarab o'zgaradi. Mana tentovkalik modelimiz, tentovkalik raskladушка bo'ladi. Raskladушка ya'ni yig'ilib, ya'ni yoyiladi. Undan tashqari bu modelimizda mana yog'ingarchilik kunlarda bo'ladigan bo'lsa, bemalol ustini yopib qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Agarda mana bunday issiq va yaxshi kunlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ochib qo'yib foydalanib ketaversangiz bo'ladi. Gay okalarimiz bu uchun sizga muammo qilib to'xtatib shtraf yozishmaydi. Sababi pasportiga tentovka deb yozilgan. Bemalol yig'ishtirib qo'yib bartovoy qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Agarda bartovoy bo'lganda edi va unga tentovka o'rnatadigan bo'lsangiz, ana unda lekin muammo bo'lgan bo'lardi. Tentovkasini ham birdan ko'rsatib o'tamiz. Yig'ilib o'tishlari joyi mana bu yerda o'zi joylashgan bo'ladi. Bir atiga mana shuni burib, ikki tomondan shunday yig'ib borsangiz kifoya. Yanada tentovka modelimiz ham xuddi shunday yig'iladi ko'rganingizdek. Hech qanday ortiqcha harakat, ortiqcha kuch kerak emas, ortiqcha kuch talab qilmaydi. Mana Promtovar modelimiz ich qismlarini ham birdan ko'rsatib o'taman. Bu modelimiz aytganimda 9 kub o'z ichiga yuk oladi. Yuk hajmi 9 kub bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Devorlar ancha mustahkam ishlangan, stenkalar ancha mustahkam ishlangan. Undan tashqari ishlari ham mana oyoqdagilar ham ancha sifatli. O'zining yoritgichlar bilan jihozlangan bo'ladi ichida. Mana yuqoridan birdan ko'rsatib o'tamiz. Orqada ham qo'shimcha eshigi bo'ladi. Endi mashinamiz yaqinroq turgani uchun orqa eshigini ochib ko'rsatib beramayman, lekin mashinamiz mana ko'rib turibsiz. Ancha mustahkam. Tepada ham o'zining orqa yoritgichlari, pastda ham alohida o'zining orqa yoritgichlari bilan tayyor turibdi. Tashqari Jak avtomobilni istalgan turdagi avtomobillarimiz uchun original bo'lgan ehtiyot qismlari bor. Manzilimiz qayerda? Manzilimiz Navoiy viloyatida, Karmana tumanida. Legal gazetsadan yangi yo'lga qarab shunaqa aytishingizni transport boshqarmasining ro'parasidagi tashkil motor savdo saloni. Hammangizni manzilimizda kutib qolamiz. Kommentariyada fikringizni yozing. Shunga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu mavzu haqida ma'lumotni birdan berib o'tamiz. Deb bo'lmasa pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, menejerlarimiz o'zlari sizga ma'lumotini berib tushuntirib o'tishadi.
Amangizni manzilimizda kutib qolamiz Toshkent Motors'ta qoling. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun.